Assalomu alaykum qadrli qadrdonlarim. Bizni Namangan viloyatidagi 7 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan anjumani bo'yicha chellenjimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bunda hamma o'rinlar adolatli, hammasi bir-biriga loyiq, juda ham chiroyli yakun topdi deb o'ylayman. Chunki birinchi o'ringa Sobirjonov, Tohirjon, Botirjon o'g'illari 1200 ta anjumani bilan yaqqol chempion bo'ldilar. Juda katta farq bilan. Chunki ikkinchi o'rindagi Otabek Xo'ja Otavullayev do'stimizning shogirdlari Ixlosbek 645 ta bilan ikkinchi o'rinni oldilar. Uchinchi o'ringa Dilmurodjon Otabek Xo'janing shogirdi ham 634 ta bilan uchinchi o'rinni oldilar. Qolgan o'rinlarimizni ham hammasiga Xudo xolisa inshaalloh hamma qatnashuvchilarimizga ham iloji boricha harakat qilib sovg'a topshiramiz. Chunki yengil bo'lsa ham qo'ldan kelgancha harakat qilib topshiramiz. Chunki juda katta mehnat qilib, bor kuchlarni sarflab o'sishga intilishda bu yerda asosiy bizni maqsadimizga eng zo'r oliy darajasiga yetishganimiz bitta sababi bolalarda eng birinchisi sportga bo'lgan muhabbat oshdi, sportga bo'lgan e'tibor oshdi. Ko'p bo'sh vaqtlarini sport bilan mashg'ul bo'lishga harakat qilishi, chunki hamma anjumaniga sportga qiziqib, berilib, astoydil harakat bo'ldi. Bunda bizni asosiy maqsadlarimizdan bittasi, eng zo'ri men kutgan narsam sabr, matonat, mehnat. Hop, yana shunga o'xshash juda ham ko'p hissiyotlarni shu shogirdlarimizda anjumani chellenjimizning ishtirokchilarida ko'zlarida uyg'ota oldik, ko'ra oldik biz shu narsalarni. Shijoat, mehnat, iroda, qaytmaslik, oxirigacha kurashish, nima desa bo'ladi? Ya'ni sabr, shunga o'xshagan vatanparvarlik ruhi, or nomus g'urur, hamma narsani juda ham kuchli darajada pikka olib chiqib, hammalarni ko'ra oldik ko'zlarda shu narsani. Bizga shu narsa kerak edi. Shu yoshlarimizda eng kuchlilar borligini butun dunyoga isbotlashdi. Bu 1200 ta ham, 634 ta ham, 645 ta ham hammasi bu menimcha butun dunyo rekordi. Chunki yoshlari bu yoshdagi anjumanni shu darajada shutigini sonini ko'p qiladigan butun dunyoda yo'q deb o'ylayman. Bo'lsa, Xudo xolasa kutamiz. Bu hamma dunyoga vizib. Xudo xolasa keyingi chellenjlarimizda yana ham aktiv bo'lib qatnashmaganlar harakat qilinglar, qatnashinglar. Xudo xolasa inshaalloh keyingi hafta, yangi haftaga katta tadbir bilan chiroyli qilib hamma sovg'alarimizni beramiz. Asosiy sovg'a bu skuter. Skuter Tohirjonga topshiramiz. Xudo xolasa hammani bilan tadbirda ko'rishamiz. Oz qoldi.